Men qachon boyib ketaman, qachon meniyam davrlarim kelarkan bilmadim. Voy, sen boyib ketishni oliysanmi? Ha, albatta, lekin qanday qilib? Xullas, ajoyib reja bor. Xullas, hamma qishloqdagi odamlarni jetellarni pulini o'g'irlaysan. Keyin ular bilib qolsa nima qilaman? Bilib qolmasliklari uchun uni yashirib qo'yishing kerak. Qayerga yashiraman? Короче, qayernidir qazasan, o'sha yerga yashirsang bo'ladi. Tushunarli, uyimda tagiga yashirsam bo'ladimi? Yo'q, lekin bilib qolishsa kerak. Unda men ro'yindan yashiraman. Agar bilib qolsa merga ag'darib yuboraman. Sen avvalgi hayotingda o'g'ri bo'lganmisan? Shunaqa desak ham bo'ladi. Xullas, rahmat aytaman sizga, judayam katta yordam berdingiz. Rahmat. Loh, sen sababli qishloqni egallab olaman. Bu ancha narsani bilmadi. Xullas, men qishloqdan endi egallab olaman. Xo'sh, manimcha hech kim ko'rmayapti. Mana hammasini o'g'irlab oldim. Tak, atrofda hozircha hech kim yo'q. Ana endi mana shu yerdan g'orga olasam bo'ladi. Tak, bo'ldi. Xo'sh, mana shu yerga joylashtiraman. Manimcha hech kim bilmaydi. Va nihoyat bo'ldi. Ana endi ketdim. Voy. Soat nechi bo'ldi ekan? Tak, soat. Oho, uxlab qopman-ku. Nima soat 8:30 da uyg'onadimi? Voy, juda ham kech qolib ketibman. No, mayli, ishlarimni bir amallab bajaraman. Jitel, yaxshimisan? Ha, judayam ajoyib, lekin bir tomondan yomon. Nima uchun? Seni yoniga kelgandim o'zi aslida. Ko'rib turibman, yonimda turibsan hali ham. Korоче, mani pullarim yo'qoldi. Puling yo'qolgan bo'lsa, izla, balki qaysidir eski kiyimingni cho'ntagida qolib ketgandir. Yo'q, qale. Ko'rdim, baribir topolmadim. Yo'q, sen yaxshilab izlamagansan. Qara, qishda kiyadigan kiyimlaring bor, o'shalarni cho'ntagini izla, o'shalardan chiqib qoladi. Yo'q, tushunmayapsan, pulim yo'qoldi deyapman senga. Tushunarli, bilmadim, man olganim yo'q. Bilaman san olmaganingni, lekin kim oldi ekan, o'shanga hayronman. Bilmadim, borib merga aytib ko'r. Men ham bilmayman dedi. Unda bilmadim. Короче, men o'zimning ishlarim bilan shug'ullanishim kerak. Sani muammong men uchun hozircha zarur emas. Yaxshisi polizimda ishlay qolay, chunki juda ham ko'p hosil bo'pti. Hamma hosillarni yig'ishtirib olish kerak. Lekin qanaqa o'g'irlik bo'lsa ham menga kelib aytishaveradi. Xuddiki men nima edi? Inspektorman, ya'ni tergovchi va men ularni topib berishim kerak narsalarni agentman, ya'ni bilmadim. O'zlari izlab topib olishmas ekan, hayronman. Aytgancha barchaga assalomu alaykum. Sizlar Jo'xoning qaysi kanaldasizlar va qaysi kanal bo'lishidan qat'iy nazar kanalga tez obuna bo'ling, chunki men yaqinda 1000 obunachiga erishaman. Bu meni maqsadlarimdan biri hisoblanadi va men sifatli kontentlar chiqarishda davom etaman. Va aytgancha mer menga bitta va'da berdi, qachonki sen 1000 obunachi to'plasang, men senga mashina sovg'a qilaman dedi. Mashina bilmadim qanaqa mashina. Siz taxmin qilib ko'ringlarchi, menga qanaqa mashina sovg'a qilar ekan mer. Kommentariy yozib qoldiringlar albatta. Tak, men o'ylashim bo'yicha menga BMW bersa kerak, chunki menga BMW yoqishini hamma biladi. Tak, juda ham ajoyib, endi qaytarib bekib chiqish kerak. Mers beradigan bo'lsa, men uni olmayman, shunchaki musorga tashlab yuboraman. Metallonga berib yuboraman yaxshisi. Tak, bu yerga kartochka ekamiz. BMW bersa esa gonkada qatnashib ko'rishim mumkin, poygada yoki boshqa biron narsa o'ylab ko'raman, lekin menga Mers bergandan ko'ra BMW yoki undan ko'ra Jiguli bersa ham mayli, roziman. Tak, bu yerga ham ikki bo'lamiz. Aytgancha sizlarga qanaqa mashina yoqadi, har bitta videoda yozyapsizlar kommentariya, men har birini o'qib chiqyapman. Yozmaganlar yozsin bu gal, kimga qanaqa mashina yoqadi. Ko'pchilik yozgan menga BMW yoki menga Mers deb, yozmaganlar yozsin endi, yoki yozganlar boshqa mashinalarni yozsin. Tak, o'shanda bilib olsam bo'ladi. Tak, mana uni qo'yish esdan chiqibdi. Tak, o'tiramiz va endi biroz Minecraft o'ynamoqchiman. Menimcha vaqtim juda ham ko'p, video yaratishim kerak albatta. Chunki YouTube kanalimga tezroq video qo'ymasam juda ham aktiv tushib ketdi. Stop, telefon kelyapti. Allo, eshitaman. Jo'xa, uydamisan? Ha, janob mer, uydaman. Tez meni yorib ketib kel, muammo bor. Mayli, hozir yetib boraman. Tezlash. Aha, xo'p. Tak, bilmadim, qanaqadir muammo bor deyapti mer. Afsuski, qishlog'imizda bunaqangi muammolar juda ham brat. Nima gap? Korоче, yordaming kerak. Qanaqa yordam? Mana, korоче, kompyuterim yo'qolib qoldi, noutbukim. Noutbukingiz yo'qolgan bo'lsa, men nima qilay? Men olganim yo'q. Bilaman sen olmaganingni, lekin bilmadim qayerga ketdi. O'shanga yordam ber. Men hammang meni yo'limga kelaversam, men senlarga nima iz toparmanmi, izlab topib beradigan. Bilmadim, xullas topib ber, iltimos sendan. Yo'q, hozir men ishlarim bor, mer yoniga borishim kerak, balki keyinroq izlab ko'rishim mumkin. Mayli, bor unda. Aha, tak.
Bilmadim, qishloqda brat, siz bu yerda nima qilyapsiz? Meni короче stulim yo'qoldi, o'shani izlab yuribman. Stulingiz? Ha, stulim. Stulingiz bilmasam, mani uyim devordan kelib izlaysizmi? Ha, endi ko'ryapman-da, bu yerda yo'q ekan, mayli, boraver. Aha, tushunarli. Nima bo'lyapti qishlog'imizga? Men umuman hayron qoldim. Mana brat nima qilyapti ekan? Brat, nima gap? Bu yerda yoniga keluvdim. Короче, bir joyga ketdi, senga vazifa berdi. Qanaqa vazifa? Uyini atrofini o'rib chiqar ekansan, tosh buloq qilib, yer buloqlarni joyini. Tushunmadim, tushunarliroq qilib ayting. Uyini atrofini bir buloq tosh qilib chiqar ekansan. Uydan narsa yo'qolibdi va meni uyimdan ham narsa yo'qoldi. Nima narsa yo'qoldi sizdan? Meni Wi-Fi'imni o'g'irlab ketishdi. Wi-Fi'ni ham o'g'irlashar ekanmi? Bilmasam, xullas meni aytganini qil, men bir joyga ketdim, bilmayman, dam olishganmi nimagadir. Uyini atrofini bloklarni olib tashlaysan va o'rniga tosh qilar ekansan. Shunda o'g'irlar uyiga kirolmas ekan. Voy, juda ham aqlli merimiz bor-a. Nimasini aytsam, buloq qilsa nahotki kirmaydi, tosh buloq qilsa. No, mayli. Merda gapi men uchun qonun emas u, lekin merda aytganini qilaman, chunki menga evaziga pul beradi. Taporni nimaga oldim bilmadim, lekin menga hozircha kirka kerak, chunki tosh olib kelishim kerak. Bilmadim nechta tosh kerak bo'ladi. O'ylashim bo'yicha 50 tacha tosh kerak bo'lsa kerak, chunki merda uyning atrofi juda ham katta ob'yomga ega. Hozir 50 ta tosh shunday qazib tashlayman. Lekin hammani uyidan narsa yo'qolayotgani meni hayron qoldiryapti. Lekin meni uyimdan hech nima yo'qolmagan, chunki meni uyimga kimdir kirgudek bo'lsa yoki qanaqadir o'g'ri tushadigan bo'lsa, men ras sezaman va turib qurolim bor, o'q otib o'ldirib tashlayman. O'shaning uchun hech qanaqangi unaqangi o'g'riliklar meni uyimda sodir bo'lmaydi. Va eng xavfsiz uy sifatida meni uyim ko'rilsa kerak, bilmadim yana. Ana endi yana bir qator blok bu yerdan sindirib olsam, 50 ta bo'lib qoladi. 44, 45, 46, 47, 48, 49 va mana shu yerda olsak 50 ta. Menimcha juda ham ajoyib yo'l qoldirmabman. No, mayli, 50 bitta boryapman. Bu ancha ko'p bilaman. Ortib qolishini 100% bilyapman. Lekin to'xtaylik. Belkurak olish kerak, chunki bizga belkurak kerak. Ochamiz va chunki yer bloklarini olib tashlash kerak edi. Tapor ham kerak bo'lishi mumkin, lekin bilmadim qayerda kerak bo'ladi. GTA'lar hammasi qilib o'tiribdi 100%, chunki hammasi narsasi yo'qolibdi. Hayronman. Mana shu tomondan boshlaymiz. Birinchi bir qator yerni olib chiqayib, bu yerdan ana endi tosh qo'yib chiqamiz joyiga. Bilmadim bu nima uchun, bu asosan yomg'ir uchun qilinishi kerak, lekin merimiz lekin bu narsani bilmayman, o'g'ri kirmasligi uchun qildiryapti. O'g'ri nima kirmaydi bu yerga, hayronman. Lekin merda o'zi biladi, короче, nima bo'lishini. Bu qanday joy? To'xtaylar, stop. Men tushib ko'rishim kerak, lekin bu yerdan bir ikkita bloklarni olamiz. Bu qanday joy? Men hayronman. To'xtaylar, tushaylikchi. Voy, BMW mi? Voy, BMW. To'xtaylar. Men o'zim taxmin qilaman. Короче, mer men 1000 ta obunachi bo'lgandan keyin mana shu BMWni menga sovg'a qilmoqchi bo'lgan. Menimcha shunday, bilmadim. Menimcha shunday bo'lsa kerak. Bu yerda esa yo adashdimmi? Bu yerda pullar? Yo'q. Bu yerda notebook, yo'qolgan Wi-Fi, yo'qolgan stul. Bu yerda hattoki non ham yo'qolganmidi? Kimnidir non yo'qolganmi? Yo'q. Demak, BMW ham o'g'irlangan. Barcha o'g'irlangan narsalar demak shu yerda. Obbo, kimni nonni o'g'irlagan? Nonni ham o'g'irlaydimi, hayronman. Mayli, to'xtaylar. Hozir men mana BMWni birinchi o'rinda ko'chaga chiqarishim kerak. Chunki BMW bu yerda turmasligi kerak. Menga BMW yoqadi. Qanday chiqarasan desanglar agar, qarab turinglar, hozir chotki yo'l ochaman BMW uchun. BMWni yo'l qilib chiqarib ketmasam bo'lmaydi. Mana shu yerdan chiqsa kerak BMW. Ana endi yer bloklarini olib chiqamiz bu yerdan. BMW, nahotki BMW. Yo'q, menga bermoqchi emas. Mer, bu shunchaki o'g'irlangan. Va uni men topdim. Nima bo'lsa ham topdim va kimniki bo'lsa ham men evaziga pul olmasdan turib uni qo'liga berib qo'ymayman shunchaki. Agar pulni bergandan so'ng men BMWsini qaytarib beraman. Hozir bitta chotki qilib yo'l ochaman bu yerdan BMWni chiqarib ketish uchun. Chiqargandan so'ng esa egasiga aytaman. Menga короче puldan cho'z yoki BMWni o'zini berasan. Короче topganim uchun aytmay qo'yaversam ham bo'ladi o'zi, lekin vijdonim qiynaladi-da, o'shaning uchun shunchaki aytish kerak, короче. Mana bu narvonni ham olamiz. Brat, meni ko'rmayapti shekilli, bilmadim, yana ham
Tak nima bo'lsa benzini bo'lsin-da. O, bor ekan benzini. Voy, stop. Tekisroq joyga tushirib qo'yaylik. Bo'ldi. Всё нормально. У нас тренировка ekan, men kech tushdimi deb o'ylabman. Tak bu yerda yopamiz, to'xtaylar. Tak yopib qo'ymasak, bu yerda tak kimdir ko'rsa bilib oladi nima bo'layotganini. Tak hammasi joyida. Tosh bloklarim qani edi? Pullarni olib chiqish kerak, ammo hozircha aytmayman. Hech kimga aytmayman bu narsalarni. Men mana bu BMWni uyimda yoniga yetishim kerak avval. Tak kimni BMWsiligini bilmadim-u, lekin rostdan ham ajoyib BMW ekan. Tak, buramiz asta. Voy, drift qaranglar, вообще udar mashina BMW. Kimga BMW yoqsa kommentariyaga albatta yozib qoldirsin va videoga like bosishni ham unutmasin. Tak, okey, biroz o'ngroq va uyimning yonida mana shu yerda turadi BMW, ya'ni. Tak yopamiz eshigini. Voy, juda ham ajoyib mashina. Bunaqa mashina bo'lsa bilasizlarmi bular? Bilasizlarmi bilmayman nima bo'lishini o'zim. Tak, lekin sizlar bilasizlarmi bilmaysizlarmi bilmayman. Tak, ana endi borib hamma pulini egasiga topshirib berishim kerak. Shunda hamma JTR xursand bo'ladi. Tak, ikkinchi blok edi adashmasam. Tak, voy tushib ketdim. Narvon qo'yish kerak, ammo bu yerga to'xtaylar, tosh bor menda. Toshlarni mana qo'yamiz va narvonlarni qo'ymasak bo'lmaydi. Bu yerdan chiqish qiyin bo'ladi. Tak, okey, juda ham ajoyib. Tak, eshikda bitta JTL turganini so'raychi, nimasi yo'qolib degan. Tak, brat, nimangiz yo'qoldi? Nonim yo'qoldi, nonim. Uyimda non yo'q yeyishga. Nimaga qochib ketding bilmadim-u, lekin noni mana bu yerda turgandi. Hozir Короче, hamma JTLlarning narsasini olaman-da, chiqarib hammasi egasiga beraman va o'g'ri JTLni topaman. Короче, bugungi video mana shundan iborat edi. Videoga like bosishni unutmanglar va kanalga obuna bo'lishni ham unutmanglar. Jigarlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.